Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Kitob tumanining Javz qishloq dorivor o'simligi. Ismi sariq namatak, mahalliy ismi azg'on. Rus tilida shpovnik jyolti deyiladi. Balandligi 2 yo 3 metr. Qir va adirlarda joylashgan bo'lib, may oyida gullaydi, oktyabr oyida hosili pishadi. Sariq namatak shifobaxsh xususiyatlari: jigar o't pufagi uchun foydali, o't haydovchi, o't pufagida dimlanishni bartaraf etiladi, jigar faoliyatini yaxshilaydi, ishtahani ochadi, yallig'lanishlarga qarshi xususiyatga ega. Sariq namatak gulidan tayyorlangan choy asabni tinchlantiradi va murabbo ham tayyorlab yil davomida iste'mol qilsangiz bo'ladi. Bilmagan inson bilgan insonlardan so'raydi. Mutaxassislar tavsiyasi bilan kam kam iste'mol qilsangiz bo'ladi.